Xorniylar. Mana bu boksimiz. Usta akalarimiz uchun. 1, 2, 3,5 deydigan bo'lsak, bunaqasiga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 metr ekan. 7 metrga 3,5 metr. Yamasi bor, tayyor. Faqat ijaraga beriladi. Narxi ham qimmat emas. Eng asosiysi bilasizlar qayerda joylashgan? Himprom ro'parasida. Trassada joylashgan. Toshkent Chirchiq qatnaydigan joy. Mana moshin yo'l. Mana Toshkentdan keladiganlar. Mana xuddi shu boks. Hozir ikkinchisiga kiramiz. Oldida bemalol parkovkalari ham bor, stankalari ham bor. Wow, ikkinchisi kafillangan ekan, subhanalloh. Atapleniyasi ham bor ekan. Zo'r. Darvoza ko'tarilib tushiriladi-da. Bu ham xuddi shunday 3,5 metrga 1, 2, 3, 3,5 metrdan ko'proq ekan bunisi. Demak, uzunligi 7 metr ekan-da. Освещениялari ham zo'r ekan. Yoz, kuz, qishlarda ham ishlasa bo'ladi. Selim kanalizatsiyagacha bor ekan. Rakvina qo'lni yuvsa bo'ladi, yana dalishi bo'lishi. Atapleniya qismi. Xuddi shunaqa boks qidirib yurgan aka-ukalarimizga jo'natib qo'yamiz. Kelsin, ko'rsin, olsin, maza qilib ishlasin.